Xolastingiz tez shamollamaydigan va immuniteti past bo'lgan ota-onalar uchun immunitetni muhim 4 ta poydevorni sanab o'taman. Birinchisi, yetarli va aynan sifatli uyqu. Bu turli yoshda turlichadir. Masalan, 1-3 yoshda 11-14 soat, 3-6 yoshda esa 10-13 soatda, 7 yoshdan boshlab esa bu vaqt 11 soatgacha davom etadi. Aynan uyqu vaqtida T limfositlar va killer hujayralar hosil bo'lishi va faoliyati kuchayib boradi, yallig'lanish gormoni esa kamayadi. Aynan T limfositlar va killer hujayralar organizmda virus va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi askarlar hisoblanadi. Ikkinchisi, vitaminlar va oqsilga boy mahsulotlar. Ko'pchilik bolajonlar yomon ko'radigan sabzavot va ko'katli mahsulotlar organizm uchun vitamin manbai hisoblanadi. Oqsilga boy mahsulotlar, xususan baliq, tuxum, go'sht mahsulotlari ham organizmda vitamin sintezida juda ham yaxshi ishtirok etadi va immunitetni doimiy yuqori pog'onada ushlab turishga harakat qiladi. Uchinchisi, maktab yoshidagi bolalarda ayni trend bo'lgan hozirgi chupa-chups va kirishkalarni iste'molini to'xtatish. Chunki ular ichak tabiiy mikroflorasini buzilishiga olib keladi. Ichak tabiiy mikroflorasi organizmda 70% immunitet vazifasini bajarishda ishtirok etadi. To'rtinchisi, gigiyena. Bu albatta immunitetning asosi bo'lib xizmat qiladi. Ko'p ota-onalar shu narsaga e'tibor berishmaydi. Yosh bolalarni albatta ovqatdan oldin qo'lini yuvishi, hojatxonadan chiqqandan keyin albatta qo'l yuvishlariga e'tibor qilinglar. Bu videoni hamma yosh bolasi bor ota-onalarga jo'natib qo'yinglar, zero ular uchun ham manfaatli bo'ladi. Yanada foydali ma'lumotlar uchun profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.